Yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosatining yangi bosqichga chiqqani turli tashabbuslar, samarali loyihalar va hayotiy misollarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu ma'noda senatorlar bilan yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv ochiq muloqotlarga asoslandi va kelajak bunyodkorlari bo'lgan o'g'il-qizlarning orzu maqsadlari sari intilishlarida poydevor vazifasini o'tadi. Mavzu hozirgi lavhamizda davom ettiriladi. Namangan davlat texnika universiteti mezbonlik qilgan senatorlar va yoshlar uchrashuvi viloyatdagi iqtidorli, iste'dodli, izlanuvchan o'quvchi yoshlarni bir manzilda birlashtirdi. Tadbir chin ma'noda erkin fikr almashuv, amaliy taklif va samimiy mulohazalar maydoniga aylandi. Senatorlar yoshlarni tingladi, yoshlar esa o'z navbatida orzu niyatlari, kelajak maqsadlari bilan o'rtoqlashdilar va ochiqlik, ishonch muhiti barchani bir-biriga yanada yaqinlashtirdi. Bugungi kunda yangi O'zbekiston yoshlariga butun dunyo yoshlari havas bilan boqishmoqda. Buning boisi esa yurtboshimizning yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Men ham yangi O'zbekistonda yoshlarimizga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib kelayotgan faol yoshlardan biriman. Hozirgi kunga qadar taraqqiyot bunyodkori ko'krak nishoni sohibasi, 30 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi va bundan tashqari mahalliy va respublika tanlovlarida faol ishtirok etib kelmoqdaman. Hozirda Namangan davlat chet tillari instituti 4-bosqich talabasi va bundan tashqari Namangan viloyati IT va media yo'nalish koordinatori sifatida faoliyat olib bormoqdaman. Bugun biz yoshlar uchun yana ham unutilmas kun. Buning boisi yoshlar va senatorlar o'rtasida ochiq muloqotlar yaratish va biz yoshlar o'z taklif va tashabbuslarimizni ularga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bugungi uchrashuv mana shu zaldagi har bir yoshga katta marralarni zabt etishga motivatsiya bo'ldi, kuch bo'ldi deya olamiz. Faxr bilan aytish kerakki, so'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlar siyosatiga bo'lgan e'tibor mutlaqo yangicha mazmun kasb etmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda yoshlarga oid alohida bob mavjudligi, yoshlar bilan ishlashda manzilli yondashuv joriy etilgani, yoshlar bandligi dasturi qabul qilingani qayd etildi. Shuningdek, yoshlar daftari jamg'armasi, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari, ta'lim kreditlari, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash, yoshlarning mehnat bozoriga kirib borishi uchun qulay muhit yaratish kabi qator tashabbuslarning hayotga tatbiq etilgani ham buning yaqqol isboti. Eng muhimi, bu g'oya va loyihalar minglab yoshlarning hayotini o'zgartirmoqda, yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Uchrashuvda senatorlar tomonidan bu boradagi ishlar tahlil etildi. Men Namangan davlat texnika universiteti 2-bosqich talabasiman va shu bilan birgalikda Oliy Majlis Senat huzuridagi yoshlar parlamenti faollar jamoasi a'zosiman. Ayni vaqtda senator va yoshlar uchrashuvi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Ushbu uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad biz yoshlar bilan ochiq muloqotni tashkil etish va shu bilan birgalikda taklif va tashabbuslarni eshitishdan iborat hamda qonunchilik sohasida yoshlarimizning o'rnini yanada kuchaytirishdan iborat bo'ldi. Uchrashuvning eng jonli qismi savol-javoblarga boy kechgani, amaliy taklif, tashabbuslar ilgari surilgani bo'ldi. Senatorlar mulohazalari o'g'il-qizlarni yanada katta maqsadlar sari intilish, marrani baland olish, izlanishdan cho'chimaslikka chorladi. Bugungi yoshlar ertangi kun egalari, taraqqiyot drayverlari, yangicha fikr va innovatsiya sohiblaridir. Ularga berilgan e'tibor, imkoniyatlar yurtimizning har tomonlama rivoji uchun poydevordir.